Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana 28-aprel. Ko'k novdalarimiz payvandga kelib qopti. Sizlarga mana bu payvand asbobi bilan qanday qilib ko'kka qora novdani payvand qilishni ko'rsataman. Bu videomiz juda foydali bo'ladi. Payvand qilishda qanday qilish kerak? Birovlar payvand qilsam payvandchi yo'q, qanday oladi deydi. Bunga oson yechim bor, mana asboblari bor. Liboy kishi ozgina tushunchasi bor odam qilaveradi. Qaysi asbob bilan qanaqa qilsa oson va effektivniy bo'lishini ko'rsataman. To'g'rilab qo'yamiz. Bu yerda ariqchasi bor, o'zi tushadi. Hoppa, mana. Tushdi. Buni bitta suvga botirib olamiz. Suvga botiramiz. Uzrda endi og'zimga tishlab turmasam bo'lmaydi. Bu tarafini mos keladigan tarafini ko'rib olamiz. Bunday qilib. Bunaqasiga, mana bunaqasiga yaxshi tushar ekan. Bu tarafni ariqcha qilamiz. Mana kesilishiga e'tibor berasizlar. Buni cho'tki kesildi, yaxshi. Mana bunga ham e'tibor beringizlar. Bu ko'k novdani ham ezmasdan chiroyli tekis qilib kesildi mana. Ko'ryaptimi? Endi buni joyiga joylashtiramiz, qani. Bismillah. Joylashtirdik. Strichimizni ajratib olamiz. Bitta ildirib olganimizdan keyin to'g'rilab olamiz tekis qilib. Mana pastroq qilsa ham bo'ladi. Mana payvand lettamizda juda zo'r. Ip qilmasdan o'raymiz, ip qilmasdan tekis qilib o'raymiz. Bir qavat yaxshi o'rilsa bo'ldi. Havo kirmasligi kerak, suv chiqib ketmasligi kerak. Hoppa, o'zi yopishib qoladi. Bo'ldi. Mana, kuzatuvchilar, mahkam bo'ldi, hech yoqqa ketmaydi. Shamol pomolga ham ketmaydi. Mana ishimiz sifatli bo'lishi uchun mana bu payvand qaychimiz bizga ishqiroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'laver deydi-ku. Xuddi o'sha maqol azbida o'ynayapti. Chiroyli, tekis, hech qanday adashmovchiliksiz tekis kesadi, zo'r kesadi. Bunga yordamchi bizga strichqa plyonka kerak bo'ladi. Buni plyonkadan kesib nima qilsa xunuk bo'ladi. Bu juda ko'pga yetadi. Uzunligi kim biladi, juda ham ko'p. Xonadonlarga ham bemalol bitta olib ishlatib, mazza qilib uzum navlarini yangi navlarga almashtirish bo'ladi mumkin. Payvand qaychi yoki strichdan kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga murojaat qilasizlar. Shogirdlarimiz yetkazib beradi. Dastavka bor O'zbekiston bo'yicha. Bu payvand lenta oddiy xuzmaklarda sotiladigan strichga o'xshagan emas. Spetsialni o'sha payvand uchun ishlab chiqarilgan. Chekkasi ham tekis kesilgan, uzilib qolmaydi, cho'ziladi, yaxshi. Xullas, ishimizni yengil keshish uchun, payvandimiz sifatli olish uchun bizga yordamchi bo'ladi-da, qiynalmaymiz. Bitta yangi qaychi keldi hozir. Mana shunaqa nozik ishlar uchun, payvand uchun bitta ishlatib ko'ramiz, qani. Keyin baho beramiz, qani. Hoppa. Vahshiy zo'r ekan-da, moyday kesar ekan, moyday. Na bironta chiziq bor, na boshqa bor. Mana shunaqa nozik ishlar uchun zo'r ekan, payvand uchun. Aynan payvand uchun. Shiqqa, cho'tki. Xoh uzum novdasi bo'lsin, xoh mevali daraxt novdasi bo'lsin, payvand qilishga mana yerda kesgan vaqtda ezilmasligi kerak-da, tekis kesilish kerak. Tekis kesilgandan keyin ishimiz yaxshi. Boya payvand qaychi ham o'shanda tekis kesyapti, bu ham tekis keshyapti. Birovlar endi bunaqasiga kesib ham chiqarish mumkin, boya burchakchani payvand qaychi olmasa. O'sha vaqtlar mana bu ish beradi-da. Juda ham yaxshi narsa ekan mana. Mana kesish ham mumkin ekan-da, hattoki. Mana. Mana shunaqa qilib chiqarish ham mumkin ekan. Boya qora novdani mazza qilib kesgan edim. Endi ko'k novdan kesib, undan ham battar mazza qilib oldim qarang. Lizvedek kesadi. Gap yo'q. Qassob pichoqning o'tkirligidek. Mana shu yerda kambi qavati hosil bo'lgandan keyin payvand qilinsa juda zo'r oladi. Mana oq tomirchalar paydo bo'ladi. O'sha vaqtda payvand vaqti juda zo'r bo'ladi. Mana bu o'rtadagi o'zak oqarib qolmasligi kerak. Lekin mana bu chekada oq tomirchalar paydo bo'lishi kerak. O'shanda mahkamligi ham zo'r bo'ladi. Mana hozir bitta kesib oldik, yana bittasini tepadan turib mana. Mana ko'ryapsizmi? Hoppa. Sal qiyshiq bo'lganligiga e'tibor bermaymiz, lekin shunda ham zo'r tushish kerak, xudo xolasa mana.
Hop, e'tibor beramiz. Ko'rinyaptimi? Hop. Shuncha payvand qilganman. Buni tushishini ko'rib maza qilyapman-da. O'sha payvand qilgan vaqtingiz qancha olish anaqasini bilasizda, foizini. 99,9% nasib qilsa oladi. Buni olgandan keyin yana ko'rsatamiz.